Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, Ustoz kanalining hurmatli obunachilar. Avtobus zapchasida eng arzon joyini topib qo'yganman. Obunachilarimiz uchun skidka bonuslarni qilib beradigan joyni topganmiz do'stlar, qadrdonlar. Narx-navolari bo'yicha boshqa joy bilan bemalol tashlashaveradigan usta ukamiz hamda sotuvchi ukamiz olib kelganmiz. Ismlari Umidjon. Charchamayapsizmi? Tanjon sog'mi? O'zi yaxshimi? Yashang. Xudo xolasa do'konlar qulluq bo'lsin. Bir necha oylar oldin ochgan. Mana vaqtimiz bo'lib endi taqib olasiz, faqat so'kib olmaysiz. Bo'ldi aka. Yashang, zo'r bo'lasiz. Hech kim yetmaydi. Xudo xolasa. Umidjonmi nima edi? Umidjon aka. Umidjon, hali ham Umidjon ekanda. Yashang. Ukamiz o'zimiz ukaxonamiz bo'ladi. Shuning uchun chiroyli obzor qilib beramiz. Hamda narx-navolari ancha arzon joydan bo'lyapti. Buni qayerdan bilamiz desalaring, bizni videoda oxirigacha kuzatinglar. Haqiqatan narx arzon bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Yoki ukamiz dastavka qilib beraversa, dastavka qilib beramiz. Rishton bo'yicha. Yashang. Xo'sh, nimadan boshlaymiz endi narx-navoni? Avtoldan boshlaylik mana. Avtolarimiz. Luxel, yana qanday? Kix. Xo'p, hozir bizda hozir ko'pchilik Gazprom yog'ini kuyadi. Misol, o'zimizga Damas nimalarda 15 ga 40. 15 ga 40, 20 ga. Uni farqi yo'q. Narxi bir xil. Hammasini 40 mingdan chiqarib beramiz. Bir litri 40 ming so'm. Ha, boshqa joyda bu narx topisha olmaydi. Tushunarli gap. Topishsa bemalol aloqa chiqishaversin. Bundan tashqari Luka. Xo'p, bularning narxini 48 ming qilib beramiz. Boshqa joyda bemalol solishtirib ko'rishaversin. Gap yo'q. Bundan tashqari motor klass. Bular narxi 52 ming qilib beramiz. Motor klass mashinaga kuyib ko'rsangiz bilasiz. Zo'r. Bundan Kix yog'larimiz. Bularni 63 ming qilib beramiz. Eng zo'r yog'lardan bo'ladi. Ikkita harfini olib qo'ysa X. Gap bo'ladigan. Xudo xolasa qolgan narsalarimizni ham chiroyli qilib yana qanday? Polilarimiz nech bo'linadi-ku? Polilarni Damazlarga 220 ming, 200 ming qilib beramiz. Oldi orqa. Oldi orqa. 6 taligi ham bor xohlasa. 6 taligi 250 ming qilib beramiz. 250 ming. Komplekt hammasi bo'ladi. Zo'r. Yana qolgan mashinalar hamma mashinalarga 220 mingdan qilib beramiz. Mashina tanlamaymiz. Hammasi. Rangini farqi yo'q. Rangini farqi yo'q. Zo'r. Xo'p, undan keyin Damas barlarimiz bor. Damas 12 barlarimizni 170 ming qilib beramiz. Malibu barlarimiz bor. Bezuyni bosib qo'yamiz. Xo'p, Malibu barlarimiz-chi, Damasga tushadi. Malibu barlarimiz Damasga tushadigani bu xo'p, bunaqa rechayli bo'ladi, besprodniy zaryadniga bo'ladi, kojali bo'ladi. Bular ozgina qimmat chiqarib, 420 ming qilib beramiz. Lekin bu ham ancha arzon chiqadigan narxda. Ozgina qimmatroq sanam, dollar dami ekan deb bari. Ancha arzon chiqadigan narxda. Umuman dollarga ham o'rinadi, gap bo'lishi mumkin emas. Qolgan narsalarimizni ham misol nima so'rashadigan bo'lsa, qolgan qarang. O'sha korobka qismiga deymizmi, motor qismiga deymizmi, ходовой qismi hamma mahsulotlar bor. Endi aytib o'tirmaylik, ichki jihoz, tashqi elektrik bo'limiga ham bor. Xudo xolasa bor. Qanaqa mahsulot kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilsa topib beramiz. Misol boshqa joyga qaragan narxini so'rab surishtirishi ham mumkin. Video pastda nomerni qo'ysak, bemalol aloqaga chiqsa, bizning obunachilarimiz yanada bonus skidka qilib bering. Mana shu joyda qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldimi, 3 oy bo'ldimi ochganingizga? Yo'q, hali ochganimizga 2 haftadan o'tdi. 2 hafta bo'ldi. Endi birinchi navbat maqsad klient orttirishda, to'g'rimi? Hozir uncha-muncha daromadga qaralmaydi. Qaralmaydi. Hamma ishda ham shu. Birinchi maqsad shu bozorga kirib olish, shu klient orttirib olish bo'ladi. Shuning uchun qadrdonlar, aloqaga chiqinglar, o'zlaring yashab turgan joyga qaraganda ancha arzon. Manzilim Farg'ona viloyati. Rishtonga qaradimmi? Farg'ona viloyati Rishton tumani. Svetoforimizni G'arbiy svetofordan bozorga qarab yurishimizda, chap qo'limizda 100 metrdan keyin. 100 metrdan keyin Lider akademiyasi shunday yonida. Ya bo'lishi mumkin emas. Hamma turdagi mahsulotlar, avtozapchasi deysizlarmi, bor. Eng arzon narxlarda. Videoning pastidagi nomerlarga aloqa qilinglar, Umidjon ukamiz nomeri. Eng asosiysi do'stlar, qanday dastavka qilib beradi, o'zlar mashinasi tekin bo'ladi. Hali klientga ishlaydigan payt keldi, shuning uchun foydalanib qo'yinglar. Biz videoni oxirigacha ko'rgan aka-ukalarimiz, Alloh rozi bo'lsin, like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib bilan sizlarga shunaqangi yangi sifatli nimasi bo'ladi. Qaynoq ma'lumotlar chiqaveradi akalar, ukalar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling, tanjon sog'imizni, texnikalarni tayyorlab shamolat tutib tursin, hech qachon buzilmasin degan niyatimiz bor, lekin ukamiz boshqacha qarayapti. Hozir. Tanijoni sog' bo'lsin, salomat bo'ling aka. Charchamang.